Qachondir kimdir bu gapni aytish kerak. Aziz ayollar, erkinlik bu yomon narsa. Erkinlik bu sizga endi g'amxo'rlik qilmay qo'yishlari. Erkinlik bu sizdan xavotir olmay qo'yishlari. Erkinlik sizga kamroq pul berishlari. Erkinlik bu o'zi hal qilib oladi deyishlari. Erkinlik bu o'zingiz erkaklashib borayotganligingizni his qilish. Xullas, erkinlik siz xohlagandek zo'r narsa emas. 100% erkin bo'lishni hech ham orzu qilmang. Ha, qanaqadir erkin bo'lganimiz yaxshi. Lekin bu chegara bilan. Undan ortig'i esa bizga zararga ishlaydi.